Assalomu alaykum. Hurmatli chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun biz Namangan viloyat Poptuman Chodaq qishlog'idan o'zimizning xonadondan o'zimizni qo'ziqo'chqonlarimizni video syomka qilib chiqaryapmiz. Soni 10 dona buni ham. Soni 10 dona. Sifati yaxshi, yeb ichishi, sog'lig'ida muammosi yo'q. O'tgan safar chiqarganimizda hammasi sotilib ketdi. Faqat bir dona mana shu qashqa qoldi. O'tgan safargidan qolgan hammasi sotilib ketdi. Mana qo'ylarni sifatiga gap yo'q. Boqsa, tarbiyalasa bo'ladigan qo'ylar, qo'chqonlar. Albatta video montajsiz ketadi. Montajsiz ketadi. Shu sabab videoda xato va kamchiliklar bo'lishi tabiiy. Videodagi xato va kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Sababi men professional bloger emasman. Havaskor. Puliga kelsak, maqsadga o'tamiz. Videoni cho'zib maydalash niyatim yo'q. Maqsadga o'tamiz. Puli 4 million 200 mingdan. Yana xayriga, savdoni sunnatiga o'tib beradigan joyi bor. Bu taqalgani emas. Albatta, holatiga qarab, ozmoz katta, kichik raznicasi bor, bir xil narsa emas. O'tib beradigan joyi bor. Bu taqalgani emas. Albatta, aloqaga chiqqan odamni ko'nglini olib, sifatli narsa berishga harakat qilamiz. Telefon nomerlarimiz o'sha 93 970 82 82 970 82 82. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. E'tibor uchun rahmat. Albatta like va obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Sizlarning like va obunalaringiz bilan kanalimiz qanchalik rivojlansa, Xudo xolasa shunchalik mana shu qishloqdagi dehqon akalarimizdan yengil chiqarishga harakat qilamiz. Bu hali boshlanishi, Xudo xolasa hali bu g'oz qo'ylar, mayda kichkina qo'zilar, sog'liqlar, to'qlilar har xil qilib chiqarish niyatidamiz. E'tibor uchun rahmat. Like ayamaysizlar degan umiddamiz.